Nurg'ulg'an turdoshlar bu rasmdagi qiz bolani avatib, bu turmushda bek azar yepti, yordam qilsangiz degashga bu filmni ishlayapman. Hozir bu Aymira singlimiz mushu 5 oylik o'g'li bilan yolg'izgan, hech qanday bir iqtisodiy manbasi yo'q ekan. Bu singlimiz to'y qilishdan burun mushu 2024-yili 4-oyda opasi mushu iyilik tikligin deb mushu 5 ming tal qutiga mablag' sep beribdi ekan. Lekin bu supullar mushu 2024-yili 8-oyda ondan ishlanib chiqibdi. Lekin Aymira singlimiz mushu oiladagi ishlar sababidan mushu hozirga qadar mushu 5 ming tal qutum malni setib chiqaramapti, mushu kufanda turib yetibdi. Men boshqalarning shaxsiy turmushini to'g'ri so'zlab chiqolmayman, lekin yordamga ehtiyojli bo'lsa, qo'limdan kelishicha yordam qilsam bo'ladi. Shunga barliq turdoslardan ozroq o'tindig'inim bo'lsa, bu filmga mushu yurak bilan tavsiyani besib etgandan keyin mushu Aymira singlimizning mushu tövandagi Aleksandr degan do'yinsini qo'shib olsanglar, shu do'yin dukkunning ichiga kirib, bir taldan bo'lsa mushu sopun elib bu singlimizni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Ben bu turdoshlarning talab bo'yicha shundaqla bu singlimiz bilan paranglashgandan keyin bu filmni yo'llab berdiman. Shuningdek hargizmi ana bermuş e'lon ishlayotdi, mal sotdi deb meni xato o'ylab qolmanglar. Bo'libmi mau Zarina Muhurxonning mushu tatlim oyoq do'konlaridagi mushu ayollar kiyimlari do'konidagi mushu kiyimlarni kiyib turish orqali e'lon ishlab pul tepayotgan nay degan bir bola bakra xato o'ylab qolmasizlar. Haqqaniyatchidan birisi bardosh. Mashinaq olish baş çok mal qilalaydi. Anvar Serik. Hem işten hal kılalaydıgan balken o azım karmatam sana. Bütün işten hal kıvatıdı. Halk ziyan tasılmaş bol bazı. Şunun manığı bir yerden kısıp gele bir... Qarsam tönügün bir film işləbsiləmiş, əni bir tordaki barlıq işlərə arışı dikən deb. Benim arılışıvatqanım faqat muşa xalqni aldavatqan işlar. Lekin bugün arılaşqanım bolsa, bu singlimizga chin yuragimdan bir yordam berish. Bu chat sopunning vaqti yana 1,5 yildek bor ekan, lekin ishinaman, bugün bu 5 ming tal chat sopunning hammasi setilib tugaydi.